Aytsam agar sizga aslimni Kalilinlik bir oddiy yigitman. Kimgadir yoqmagan, kimga yoqqanman. Daryoda cho'milib birga oqqanman. Sizlar bilan birga mol boqqanman. Kalilinlik oddiy bir yigitman. Avaz aka xafa bo'lmang, repertuarda yo'g'ini aytsam. Xursand bo'lmang, ochiq qolib to'g'ini aytsam, yurakdagi o'tni cho'g'ini aytsam, Kalilinlik bir oddiy yigitman. Assalomu alaykum davramiz qatnashchilari, assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Assalomu alaykum umrining oltin davrini 15 kilometrdan piyoda kelib o'qib yurgan talabalar. Assalomu alaykum 40 gradus issiqda turgan qorbobo. Pul ishlagani kelgan albatta rais bo'lish uchun, lekin zakat tushib qoldi, birdan qorbobo bo'lib ketdi. Sizlarni yuzlaringizga ozgina tabassum, kulgu ulash maqsadida bir ikkita hazil she'rlar tayyorlab kelganmiz. Marhamat, eshitingizlar. Ko'rdim mirishkor va kosonlarini, fermeri kuchayib ketib singan dehqonlarni, fermerining boshida amdatura, belida telefonlarni, do'stim kelib keting Qashqadaryoga. Dehqonobod yakka bog'lari, judayam baland ekan tog'lari, sveti yo'q ko'p chiroqlari, do'stim kelib keting Qashqadaryoga. Qarshidan o'tsangiz boshlanib g'uzor, u yerda mantirlarning boshlig'i bor. U yerni ziyorat qiling bir bor, do'stim kelib keting Qashqadaryoga. G'uzordan o'tsangiz chim boshlanadi. Uzum qishlog'ida mashinalar toshlanadi. Qashqadaryoning ko'zi yoshlanadi, do'stim kelib keting Qashqadaryoga. Darvozadan o'tsangiz boshlanar jonbuz. Jonbuzdan o'tsangiz boshlanar qirg'iz. Qirg'izda yashaydi bir chiroyli qiz, do'stim kelib keting Qashqadaryoga. Boyovlidan o'tib Masjidga yetib, ketasiz Toshkentga sumkani tutib, Yetistonda ham turar minusa kutib, do'stim kelib keting Qashqadaryoga. Uylarida saqlaydi bo'ri, qishlog'ining nomi Boybo'ri, insonlarning baland g'ururi, do'stim kelib keting Qashqadaryoga. Ariq oshgan u birdolilari, uyida dovcha ko'p zordolilari, Qashqadaryoning bir orollari, do'stim kelib keting Qashqadaryoga. Tasavvur qilasizlar, men hozir fermerlar uyida ko'radigan katta Royson televizordan pulti qolib ketdi. Orqamda Avaz aka boshqarib turadi pulti bilan. Sizlarga televizorda bo'layotgan, hamma kanalda bo'layotgan narsalarni ozgina ko'rsatib o'tkazishga harakat qilamiz. Albatta qo'ldan kelgancha. Marhamat, sport kanalida futbol bo'layapti. Assalomu alaykum qadrli Interfutbol muxlislari. Mana bugungi reportajimizni To'qpoy kollejining stadionidan olib boryapmiz. FIFA rahbariyatining qaroriga binoan 2010-yil Jahon chempionatining final bosqichi aynan shu stadionda bo'lishi belgilandi. Kalilindan keltirilgan Ishniyozov Kamol boshchiligidagi hakamlar brigadasi o'yinni boshqarishadi. Men esa sizlarni o'yinchilar bilan tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Ispaniya milliy terma jamoasining bosh markaziy hujumchi vazifasini bugun 7-raqamda David Villa bajaradi. 5-raqamda Carlos Puyol, 3-raqamda Shohruxxon, 2-raqamda Avvaljon Xudoyorov, 1-raqamda hali noma'lum. Xabaringiz bor, o'tgan galgi hit paratimizda sizlarga e'lon qilgan qo'shiqlardan muxlislarning ovoziga qarab 1-, 2-, 3-chi pog'onadagi qo'shiqlarni aniqladik. 3-pog'onadagi qo'shiq marhamat Bollivud qiroli Shohruxxon ijrosidagi qo'shiq. Jadu tere nazar खुशबू तेरा बदन तो हाँ कल या ना कल तो हाँ कल या ना कल तो Demek devam etamiz. Yaqindagina Modern Talking guruhidan ajralib chiqib, o'zining tanho estrada guruhini tuzgan Avvaljon Xudoyorovning qo'shig'i 2-pog'onani band etib turibdi. Qo'shiq aytsam muhabbatning bog'larida, sado qaytar Qashqadaryo tog'larida. Vafo ko'pdir o'zbek yigit yorlarida. Lekin aldab ketdi bir bevafo, meni aldab ketdi bir bevafo. Muxlislar tomonidan juda ham ko'p ovozlar yig'gan Janubiy Koreys teleseriali Taqdir o'yini teleserialidagi soundtrack bu galgi hit paratimizda 1-o'rinni egalladi. Marhamat. Kayahandagu atusu optagu novi sonja vinji novinguru novi sonje onji gavingu purar korago kitanur so kusursu be figurago ke jigalimu navin saragu jinjiman knowingu mana yum yongata ironayim soy gabugachi
onjiga bugachi mana günlerim yok narılatı bil algı maranguya navanim nega sarao iyoptago nopşımnadı optago onjiga yemirik yürügüçi narına gidin otasan migo nungam nuga keyo ke naya sarani niga majimo guptumno chom gumra choro deme davom etamiz. Bu galgi hit paradimizni sizlarga hozir qo'shiqlarni qo'yib beramiz. Yangi haftadagi ko'rsatuvimizda 1-2, 3 o'rinni olgan qo'shiqlarni qo'yib beramiz. Bu galgi hit paradimizning birinchi qo'shig'i. Marhamat. Kosta komandasining suv osti sarguzashtlari. Kosta bunda 100 yil oldin cho'kkan ulkan Titanik kemasini Toshkent dengizidan topolmagandan so'ng Chimqirg'on suv omboriga keldi. Kosta u yerda bir quticha topib oldi. Kosta qutichani qo'liga olib, zarb bilan tepdi. Tepilgan to'ppa to'g'ri kollejning derazasini sindirdi. Qorovul judayam vajohatda futbolistlarga baqirib ketdi. Bultur xalq jamg'armasi bankidan 1 million so'm kredit olib, shirshahlarni obod qildik. Akfaromlar o'rnatdik. 2006-yili bo'lgan jahon chempionatida Messini deyman, nevaram qatori bachcha 50 o'ynani sindirib ketdi. Yana shu bajalayam 10 million so'm kredit olib 2 qavatdan akvariumlar o'rnatdik. Yana buni sindirib ketdi nevara. Песни представляет Скруч Макдак и его друзья. Bu so'zlarni o'rdak tilidan o'zbek tiliga tarjima qilsak shunday so'zlar bo'ladi. Zigzag. Agar San Fransisko shtatidagi olmos konini topsak, dunyodagi eng boy o'rdakka aylanaman. Qani bo'l, vertolyot va gaz otadigan to'pponchamni tayyorla. Janob Magdiy, bir muammo bor. Qanaqa muammo? Gaz otadigan to'pponchangizning gazi tugab qolgan ekan, sho'rtangizga berib yubordim. Jinnimisan? Shunday olamshumul voqea yuz beraman deb turganda-ya. Qani ketdik. Endi gaz otadigan to'pponchasiz aka gazlarga hujum qilamiz. Hujumga! Ispaniyaliklarning hujumi chap qanotdan avjga chiqdi. David Villa to'p bilan zarba berish mumkin, gol yo'q. Bu gol hisobga olinmaydi. Ispaniyaliklarning eng yaxshi to'p uradlaridan biri David Villa posta sari suzib kelmoqda. Kostaning ashaddiy dushmani Urug'chi akulalar. Urug'chi akulalarning ashaddiy dushmani bu Kosta bo'lsa kerak. Birinchi duch kelgan akula Kostaning chap oyog'ini g'ajiyapti. Kosta hayratda. Yana bir Urug'chi akula Kostaning o'ng oyog'ini g'ajiyapti. Kosta hayratda. Yana bir Urug'chi akula kelib Kostaning boshini uzib tashladi. Kosta boshsiz chavandozga o'xshab qoldi. Kosta hayratda. Yana bir Urug'chi akula kelib Kostaning chala qolgan boshini yon sheriklariga oshirib berdi. Yon sheriklar esa Wesley Sneijder esa to'pni g'ajiyapti. Va nihoyat hayajonli daqiqalar Kostani akvalanchilar oldiga olib kelib tashladi. Akulachilar esa Kostaning jasadi oldiga kelib shunday dedi: "Amajon, bizga bitta qista aytib bering. Ikkita bo'lsa yana yaxshi. Haliga kichkinlarning nikoh to'yi haqidagisi bor. O'shanisini, amaki?" "Kamni amaki deyapsan, yaramas. Betofi olsa turqinga bir qara istar. Shoh yonida bunaqa ertaga ishlarga yo'l qo'ymayman. Men yo'qligimda qo'yishdan chiqib ketsanlaring. Bunaqa ertalaring yaramaydi. Ammoviy zamonaviy hikoya aytish kerak." Haligi boradi nima edi? Kostaning o'limi haqida hikoyani eshitgan akulachilar juda ham qattiq qayg'uga botishdi va uni yaqinroq qabristonga dafn qilish uchun suzib ketishdi. Qirg'oqdagi qabristondagi go'rkov ulardan Kostaning asl ismini so'rashdi. Shunda Kostaning yaqin hamrohlaridan biri uning asl ismini aytdi. Margo Vasilyevna. Margo ham bo'lsa-ga ne hojat? Restoraningizning alohida xonasi yo'qmi? Kostaning hamrohlariga Go'rkov qabristonda tunab qolish uchun boshqa xona yo'qligini aytdi va ruhoniyga dafn marosimi o'tkazishni tezlashtirishni buyurdi. Kostaning yaqin hamrohlari juda ham shoshib turganligi tufayli ruhoniyga iloji boricha duoni tezroq o'qishni buyurdi. Ruhoniyning jahli chiqib ketib, Kostaning hamrohlariga baqira ketdi: "Iltimos qilaman, shohning ishiga aralashmasangiz." Bu so'zlar Kostaning hamrohlariga juda ham yaxshi ta'sir qildi va ular dafn marosimini kutib turishiga to'g'ri keldi. Ruhoniy dafn
marosimi tugagandan so'ng atrofdagi davradagilarga qarab chuqur qayg'u bilan shunday dedi. Hamma raqsga tushsin. Rahmat.